Diqqat xalqim, tezkor xabar. Pedagoglar diqqatiga zo'r xushxabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, Boshqacha.uz kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga obuna va videoga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Videoni oxirigacha ko'rsangiz 15 ming so'm yutib olish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. O'zbekistonda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining maoshi 15% ga oshiriladi. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun yangi sertifikat joriy etiladi. Agar pedagog B+ A yoki A+ olsa, sertifikat amal qilgan muddat davomida har oy lavozim maoshiga 15% ustama to'lanadi. Imtihonda boshlang'ich sinf fanlar bo'yicha bilimlar, shuningdek o'qitish metodikasi va pedagogik mahorat tekshiriladi. Ariza mygov.uz sayti orqali topshiriladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna va videoga like bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.